Avstraliyada bir xil g'alit hayvon yashaydi. Uning g'alati shuki, yer sharida uningga o'xshash nemaga o'xshatishni bilolmaydigan hayvon mavjud emas. U dal o'rdek tumshuq. O'rdek tumshuq yer sharida yashagani 25 million yil bo'ldi. U eng qadimgi tustamchi hayvon bo'lib, sirliqlikqa to'lgan. Bu sababdan odatda kishilar o'rdek tumshuqning jamolini ko'ralishi nihoyat tez. O'rdek tumshuqning turqi g'alati, qarmoqqa ahmoqlik aralashgan umoqdek ko'rinadi. Uning sirtqi shakli asosan bir necha xil hayvonning yig'intisi o'xshaydi. Uning bir yapilaq o'rdek tumshuq. Ko'zi qarg'u chashqanga o'xshaydi. Tishi va tashqi quluq. Badanining bir qismi qunduzga o'xshaydi. Butun badani qiynoq qumur rangli qisqichlar bilan o'ralgan bo'lib, yumshoq va quyuq. To'rt puti qisqa, 5 barmoqda ilmak tirnoq bor bo'lib, xuddi o'rdek apini o'xshaydi. Qunduzga o'xshash yapilaq quyruq bor. Butun gavdasi qarmoqqa o'mlik hayvonlarga bekrak o'xshaydi. Agar o'rdek tumshuq rastul mavjud bo'lmagan bo'lsa, yer sharida siz bunday bir xil hayvonning borligiga ishonishingiz nihoyat tez. 1799-yili tunji o'rdek tumshuqning avlishchisi Angliyaga elib berilganda, olimlar bunday hayvonning rastligiga ishonmay, buni faqat bir bema'ni chaqchaq deb qaragan. Ammo o'rdek tumshuq haqiqiy mavjud bo'lg'achqa, olimlar bu reallikni nihoyat tezda qabul qilgan. O'rdek tumshuqning qabul qiluvchi tanchisi taxminan 40 sm keladi. Tanshakli kichik bir o'mmushkuk bor. Az uchraydigan tuxum orqali ko'paydigan tutamchi hayvon. Shundaqla soni nihoyat az bo'lgan zaharli tutamchi hayvon. Erkak o'rdek tumshuqning tapında zaharli chikin bo'lib, zaharli modda ajratib chiqara oladi. Lekin 30 sm yetganda yo'qolib ketadi. Zahri garchi jonli zamin bo'lsa-mu, lekin odam zaharlansa bir qancha oyga yetirgan og'riq va qizirib pishishni paydo qiladi. Texnik qiziqarlik yer shuki, bu zaharlik ekan, bunda beam chiqishni bilmaydi, balki cho'ri izlashni. O'rdek tumshuq kech harakat qiladi. Kunsi odat uxlaydi, qish harakat qilmaydi yoki kuchak ko'radi. Avstraliyaning sharq qismi va Tasmaniya shtatida yashaydi. Ular so'zish mahir bo'lib, daryo yaqinidan hasharot va qulul turlarini izlashni yaxshi ko'rdi. Rak, sazan, hasharotlarning lichinkisi va boshqa yumshoq tanli hayvonlarni yeyishni yaxshi ko'rdi. O'rdek tumshuqning ishtahasi nihoyat yaxshi bo'lib, har kun oz deganda 1200 sazan va 50 dan ortiq kichik rak yeydi. Kishini eng hayron qoldirdigani uning o'rdek o'xshash tumshuq bo'lib, uning tumshuqi amaliyotda bir sezgir indukdir. U o'lja chiqargan elektr maydoni induksiyalash orqali uning o'rnini bekitib, o'ljani cm yiroqlikdan sezadi. O'rdek tumshuq sovuq sho'ng'anda ko'zi va burnini etib oldi. Quloqmu ovoz anglaydi. Butunlay elektromagnit induksiyasiga tayinib o'zlik tutadi. O'rdek tumshuq sistemchi hayvon bo'lish bilan oltig'maydi. Ular tuxum tug'ib, avlod qoldiradi. Ana tini har qatam 2 dan 3 tuxum tug'ib, qushlarga o'xshash ana tinining temperaturasiga tayinib bal chiqaradi. 2008-yili Avstraliya va Yevropa, Amerika qatorliq 100 nafar olim o'rdek tumshuqning borligini muvaffaqiyat bilan yashgan. Natijasi kishini hayron qoldirdi. O'rdek tumshuqning gen gruppasi ham sut emishlarning genini, ham harbiy urug'chilar va qushlarning genini o'z ichiga oladi. Texnik g'alati yashuki, o'rdek tumshuqning tenida 10 tal jinsiy xromozoma bor bo'lib, nazariy jihatdan aytganda o'rdek tumshuqda 25 xil o'xshashmagan jins bo'lishi mumkin. Lekin bu hadisa hozircha amaliyotda isbotlanib baxmadi. Navbatda kishilarning eng ansiraydigani o'rdek tumshuqning yashash masalasi bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Avstraliyada temperatura o'rlab, ig'ir qurg'oqchilik, nachar klimat sababidan o'rdek tumshuqning yashash makoni buzg'unchilik uchrab, o'rdek tumshuq nasl qurish birlabiga berib qoldi. Hozir yer sharida necha o'rdek tumshuq deb qolgan bu aniq emas. Lekin u tabiatni qo'g'dash tarafidan nasl qurib ketish birlabiga berib qolgan İnsanlar nurg'un turlarning yo'qolishini keltirib chiqadi. O'rdek tumshuq jonlilarning tadrijiy taraqqiyot tarixidagi mo'jiza bo'lib, uning nasli qurib ketmagan. Ham yanim ilgirlagan holda tadrijiy taraqqiyot qilgan. Hayvonlarning tadrijiy taraqqiyotida nihoyat zo'r ilmiy tadqiqot qilindi. Olimlar tadqiqotning cho'nqilishiga aytishib, biz kelgusida uning texnik ajoyib tarafini ko'rib yetishimiz mumkin. Sinchoqning mazmunlarini yoqtirgan bo'lsangiz, bizni xush bilishni ham o'ng taraf ostidagi yulduz belgisini yozib qo'yishni unutmang. Qo'llash mana shunday. Biz kelar qisam ko'rishaylik. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.